Avustraliya harbiy taraf muhtiriş ilan qilib, Jungo Huawei şirketining uskunalarini ishlatmaslikka qaror qildi. Angliya ham Huawei şirketining uskunalarini ishlatishni cheklashni o'ylashyapti. Germaniya hukumati garchi Huawei şirketi mahsulotlarini cheklashni oshkora bildirmagan bo'lsa-mu, lekin ichki va tashqi tarmoqlarda ansirashdan cho'nqurlashganligini ko'rib olgan. Fransiya Huawei şirketining mahsulotlarini cheklaydigan davlatlar qatoriga kirdi. Fransiyaning Orange şirketi yaqinda bexatarlikni o'ylashib, bu shirkat kelgusi 5-avlod internet texnikasi va Yanponning yadroli uskunalari masalasida Huawei'ning mahsulotlarini ishlatishni o'ylashmaydigan bo'ldi. Bundan boshqa Kanada, Chex Cumhuriyati mahsulotlarini, Chex Cumhuriyati Huawei mahsulotlarini cheklashni o'ylashdi. Xabarlarga asoslangan yuqorqi davlatlarning harakatlarining hammasi Amerikaning besimi orqali paydo bo'lgan. Gap shunga munosabatlikka. O'tgan yil 11-oyda Volkuchsi gazeta xabardor kishilarning so'zlaridan naql keltirib bunda ko'rsatdi. Amerika amaldorlari hozir territoriyalarida Amerika harbiy bazalari qurilgan davlatlarda ularning uçur aloqalarida, internetlarda Huawei'ning uskunalarini ishlatishni cheklayapti. Dunyo balki kichik fan-texnik lageriga bo'linib ketishi mumkin mavjud. Adam Sigal, Amerika bilim xazisi, Tashqi munosabatlar komiteti Jungo Turining nopuzli tadqiqotchisi va internet bexatarligi mutaxassisi. Bu 2018-yilning oxirida bir parcha asli maqolasida bunday ko'rsatdi. Amerika Jungo fan texnika munosabati yasalayotir. Bu mundaki o'tgan 20 yilda bir-biriga zich taynib qolgan bu fan texnika sistemasida ikki davlat ko'p foyda oldi. Lekin bu ikki taraf taynib olish elib kelgan iqtisod va bexatarlik xavflaridan hozir ansirashga boshladi. Mundaqda Xi Jinping iqtisod ijodiylik jihatda boshqa davlatlarga taynib olishni azaytishni ta'kidlayapti. Amerika bo'lsa, Prezident Trump Jungoning fan-texnik siyosatini Amerikaning iqtisod va davlat bexatarligiga eng markaziy tahdid deb hisoblaydi. Adam Sigal bundaq hisobladi. Bundaq bir maydon raqobatning oxirgi natijasi ikkilisi o'xshash bo'lmagan sistema paydo qiladi. Başqa davlatlar tanlashga majbur bo'ladi. Amerikaning texnika sahnasini, o'lchamini tanlamdi bu davlatlar yoki Jungoning texnika sahnasi yoki o'lchamini tanlamdi. Amerika Davlat manfaati jurnali yaqin sonida 2 nafar tadqiqotchi Bradberg va Harvard Kennedy institutining tadqiqotchisi Philip Corey'larning Huawei bilan Yevropaning 5-avlod qiyin masalasi mavzuliq maqolasini e'lon qildi. Maqolada Huawei'ning Yevropa bozoriga singib kirishini nazarga olganda Huawei bilan Yevropaning hamkorligini darhol uzib o'tkazib bo'lmaydi. Qiyin gap ekan-da, hurmatli vatandoshlar. Lekin maqolada bunda ko'rsatildi. Geopolitik siyosat raqobatining kun sayin keskinlashishiga erishadi. Geopolitik siyosat raqobatining kun sayin keskinlashishiga erishadi. Amerikaning ittifoqlashtirish o'rtada birini tanlaydi. Jungoning 5-avlod texnikasiga tayanib olgan yasag'uvchi savdogarlar azaldan ojiz o'rinda turgan G'arbiy Tinch okean halqigan munosabatlarda ong paydo qilish mumkin. Uning ustiga Yevropa davlatlari Huawei'ning 5-avlod texnikasidan kun sayin ansirayapti. Maqolada bunda ko'rsatildi. Kelgusida Jungo va g'ayri Jungo deb ikkiga ayriladigan, ya'ni g'ayri Jungo deganda Jungo bo'lmagan davlatlar. 5-avlod internet texnikasi
texnikasini eng muhimi Amerika 5. avlod internet texnik Jungo'dan xoli o'rinlashtirgan bo'lsa, eng oxiri siyosiy ixtiloflar tufaylidan ikki chong lagerga bölünüp ketishni keltirib chiqardi. Singapur Davlatlik universiteti nopozlik tadqiqotchisi Alexey Capri yaqinda Forbes jurnalida obzor e'lon qilib mundaq dedi. Amerika-Jungo munosabati birlash nuqtasiga yetib keldi. Ikki davlatning bexatarligini avval o'ylashish Amerika-Jungo manfaat munosabatlarining bir-biridan yiroqlashishga olib keladi. O'sha qo'mma diqqat qilinadimi? Amerika-Jungo manfaat munosabatlari yaqinlashish va yiroqlashish bu kelgusi dunyoning siyosat yo'nalishini belgilaydi. Hozir Capri nima deydi? İki devletning bexatarligini avval o'ylashish Amerika-Jungo manfaat munosabatlarini bir-biridan yiroqlashishga olib keldi. Vaqt yetganda butun yer shari texnika sohasida qimmat talqinlari qadamma-qadam ayriladi. O yer shardagi texnika shirkatlarini ichki xatardan ogohlantirdi. Birinchi, eksportni qanday cheklash, embargo, bozorni qamal qilish, shu texnika sohasida hamda texnika o'tinib berish. Ikkinchi, hozirgi texnika holat sistemlari yemirilganda qanday qilib ziyonni aniq chakka tushirish. Yer shar texnika sohasida qimmat talqinlar deganda texnika boshlaydi, Jungo'da Amerika bir-biriga tayanib texnika mahsulotlarini ishlab chiqarganda balki dunyolar shunda har bir davlatlar bir-biriga shunda bog'lanib qolgan bo'lsa, bu halqalar endi qadamma-qadam ayrilib ikki lagerga bo'linadi deydi.